dokument ekspertizasi qo'limda bor deb turib taqdimnoma chiqarayotgandek, bizni doimiy komissiyamizning qarorini, qog'ozini, hujjatini to'g'ri qilmagani uchun sessiya qarorini bekor qo'ydi. O'zi aslida agar bizni o'sha komissiyada ko'rgan o'sha qilingan aktlarimiz, davlatnomalar hammasi to'g'ri bo'lganda Ulug'bek aka, biz sessiya qarorimiz bilan bekor qila olmasdik. Aslida o'sha o'zimizda mana shu qog'ozbozlikni to'g'rilab qo'ymaganmiz xolos. Lekin komissiya o'tganmi? O'tgan. Sessiya rostdan bo'lganmi? Bo'lgan. Agar masalan sessiya bo'lmasdan turib qaror qabul qilganimizda boshqa gap edi. U ani qaysi tumanni Captiva 5 olib beribdi-yu sessiya qarorisiz. O'shanaqa bo'lsa boshqa gap edi. Lekin bu yerda bizda faktik hamma amaliyot bo'lgan. Komissiya ham bo'lgan, sessiya ham bo'lgan. Mayli, hozir buni bo'yicha men sudga beraman kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa men shu viloyat kengash deputatlarini Oliy Majlis Senatga beraman. Hozir bularning maqsadi aniq. Ertaga daxlsizda 26-da bizda sessiya. Masalan, sessiya kirsanglar, men daxlsizlik misol uchun deylik, yechilsa, men olib kirib qo'ysam, men huquqlarimni